Bizning birinchi savolimiz, sizningcha yoshlar uchun ot sportining eng katta kuchi nimada? Intizomda, xarakterda yo ot bilan do'stona aloqada bo'lishdami? Juda o'rinli savol, lekin birinchi o'chir to'g'ri intizom va ot bilan do'stona muloqotda bo'lish kerak. Chunki otni minib, birga ot bilan mashg'ulotlar o'tkazganda do'stona munosabat bo'lmasa, unda iloji hech bo'lmaydi va rezultat bo'lmaydi. Shuning do'stona munosabat va intizom bo'lishi kerak. Sizning ot sportidagi yo'lingiz qayerdan boshlangan? Qachon bu sport aynan sizning tanlovingiz va hayotingizdagi missiyangiz ekanligini his qilgansiz? Bu sportga men yoshligimdan qiziqaman. Mana shu yosh bolaligimdan mana u bobomgilar qiziqishgan, bu sport bilan ko'p shug'ullanishgan. O'shanga men otlarga yoshligimdan qiziqardim. Mana shu 3 oylik kanikul bo'lganda ham borib shu otlar bilan shug'ullanib, telarini tozalab, ovqatlab berib, birga yurardim yoshligimdan. Va bu narsa meni yoshligimda bor, lekin to'g'ri maktabni bitirganimdan keyin o'sha institutga kirdim. Mana shu ikkita institutni bitirib, armiyalardan hammasidan qutulib, keyin bu yo'nalishga kuchli, kattaroq kuch berib, mana shu yo'nalish bo'yicha ketganman. Rahmat.